Bir birodarimiz savol beryapti-kan, ustoz siyosiy tahlil uchun nimalar qilish kerak? Ya'ni siyosiy tahlil deyotgani bir tarafga bir asosdan turib baho berishlikka tahlil deyiladi. Ya'ni baho berilayotgan narsaga bir asosdan turmasdan o'zicha baho bersa bu tahlil bo'lmaydi. Har bitta ko'rgan narsangizni sifatlab ketaversangiz u tahlil deyilmaydi. Masalan, bir voqeani ko'rdingiz. Shu ko'rgan voqeangizga o'zingiz e'tiqod qilayotgan aqidadan turib qarang. Kimlardir bergan ma'lumotdan kelib chiqib turib qaramang. Siyosiy tahlilning asosiy joyi mana shu. Ya'ni berilayotgan baho o'zi e'tiqod qilayotgan bir aqidadan kelib chiqsin. Rossiya kelib olib Suriyada bir ish qilayotgan bo'lsa, buni Amerika sharhlab berayotgandaqa tushunmang. U o'zini dunyoqarashida, o'zini aqidasidan kelib chiqib turib sharhlaydi. Siz uni sharhlarini olib chiqib olib turib shunaqa bo'lyapti-kan deb aytib bersangiz, bu siyosiy tahlil bo'lmaydi. Musulmon odam o'zini islomidan kelib chiqib turib tahlil qiladi. Bu nimaga keldi? O'zi bu qanaqa davlat? Bu hokimiyatga islom nima deb baho beradi? Dorul islommi? Rossiya dorul islommi? Agar biz kecha eshitgan shartlar bor-ku, azon aytilsa, namoz o'qisang to'sqinlik qilmasa, jumalar bo'layotgan bo'lsa, xatnalar qilinayotgan bo'lsa, bu islomiy diyor deyotgan odamlar bor-ku. Agar ularni o'lchovi bilan qarasak, Rossiya islomiy diyor bo'lib qoladi. Rossiyada namoz o'qish O'zbekistondan ancha yengil. Chunki har qanday ishxonada namoz o'qisa bo'ladi, O'zbekistonda bo'lmaydi. Maktablarda namoz o'qisa bo'ladi, O'zbekistonda bo'lmaydi. Turmalarida Rossiyada namoz o'qishadi, O'zbekistonda bo'lmaydi. Yo'qsa hijob. O'zbekistonda hatto islom akademiyasi ham kirgizmaydi. Ularda islom akademiyasi kirgizar ekan, qaytanga hijobsiz bo'lsa bo'lmaydi ekan ularda. Agar u tarafidan olsak, Rossiya islomiyroq va dorul islomiyroq o'lka bo'ladi. Ya'ni dorul islom emas, dorul islomroq o'lka bo'ladi. Chunki haliga aytayotgan sifat hammasi yotyapti-da. Sifatiga qarab baho beryapmiz-da. Aslida-chi desa, aslida unaqa emas-da. Rossiya dorul islommi desa, yo dorul kufr. Ha, O'zbekistonda topilgan hamma sharoit topiladi-yu. Desa, yo, u sharoitlar emas bu yerda. O'zi aslida ikkalasi ham dorul kufr. Chunki ikkalasining ham hukmlari kufrga asoslangan. Ikkalasini ham hayoti uchun asos bo'lgan konstitutsiyasi, ya'ni qonunlarining majmusi islomdan tashqarida. Endi shunaqa dorul kufr bo'lgan Suriyaga kelib nima ish qiladi? Rossiya desa, Rossiyani tub manfaatlari uchun harakat qiladi. Nimani ustida desa, musulmonlarning qonuni ustida. Bunga nima deb baho beramiz desa, musulmonni ko'zi bilan qarab baho beramiz. Terroristlarni Rossiyaga kelib bombalayapti deb baho bermaymiz. Bu kofircha tahlil bo'ladi. Chunki bitta musulmonni nohaqdan qatl qilinishi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ka'bani bitta qilib g'ishini olib buzib tashlagan bilan undan ham ko'ra yomonroq deyapti. Ya'ni Ka'batullohni buzib yoribdi degandan yomon ish. Ertaman shunday telefoninglarni olib qarasanglar, Ka'ba buzilayotibdi. Tagiga yozib qo'ygan, Ka'bani buzib ketishibdi, falonchi buzibdi deb qo'ysa. Nima deysizlar mana o'zingizlarda reaksiyalar? Ertaman Facebookda ochdingiz, yo'qsa YouTube'da ochdingiz turib, qarasangiz video YouTube'da Ka'bani buzishyapti, ko'ldin olib olib. Nima bo'ladi? Reaksiyangiz qanaqa bo'ladi reaksiyangiz? Ha, barakalla. O'zi terroristlar ko'payib ketuvdi, bo'z tezroq deysizmi? Nima deysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Ka'batullohni buzib yuborilganidan ko'ra bitta musulmonni nohaq qatl qilingani yomonroq deyapti. Lekin kunda turganingizda eshitasiz, musulmonlarda bittasi emas, bir qanchasini ustiga bomba tashabdi, o'ldiribdi, yoqib yuboribdi, qamabdi, quvg'in qilibdi, qochib ketibdi, olib kelish kerak ekan degan gaplarni kunda eshitasiz. Oxirgi o'sha islom iqtidordan ketgandan beri bu ummatni kunda eshitadigan narsasi bo'lib qoldi. Bir tarafda endi ana tinchda desa Aqsoda boshlanadi. Aqsoda sal bir yengillab qolibdi desa Birmada boshlanadi. U yerda sal bo'lsa masjidga kirib otib ketadi.
musulmonni qonidan arzon narsa qolmadi-yu dunyoda. Mana shu musulmonni qonlari poymol qilinayotgan mahalda shularga qarsak chalib, nafaqat qarsak chalib, shularga moralni ham, moddiy ham yordam berayotgan bizi davlatning ustidagi haromxo'r bo'lgan hokimiyatlarda bu o'zi asli dorul islom, bu itoat qilishi vojib bo'lgan odamlar deb sapsata sotayotganlarda basharalari ochilib qoldi-yu. Yana nima kerak deyman-da, yana qanaqa aql kerak? 5 kilogramlik kalla kerakmi? Qanaqa nima kerak shuni tushunib olish uchun? Shuning uchun tahlilni to'g'ri qilinsa, yuqorida birodarimiz so'raganda siyosiy tahlil uchun nimalar kerak desa, birinchi bitta asosdan turib to'g'ri baho berish kerak. Ikkinchisi bo'layotgan vaziyatlarni bir-biriga bog'lab o'rganishlik kerak. Ya'ni ko'rayotgan narsaga men realistman, realni bo'layotgan ishga javob beraman bo'lmaydi. Siyosatda ularni ko'zlayotgan maqsadlari bundan avval qayerlarda xuddi shunga o'xshagan qanaqa ishlar bo'lgan va buni natijalarida nimaga yetgan. Ya'ni tarixiy silsilasini bog'lanadi siyosiy xabarlarda. Va shu bog'langan siyosiy xabarlarga bir nuqtai nazardan, ya'ni o'zini aqidasidan kelib chiqib baho berishlikni siyosiy tahlil deydi. Shuning uchun biz musulmon bo'lganimiz uchun islom dunyoqarashidan, islom aqidasidan kelib chiqib bo'layotgan voqea hodisalarga baho beramiz. Qolganlarni ham shunga chaqiramiz. Bugun islom ummatini bular qo'y deb o'ylayapti. Shuning uchun xohlaganday so'yib yeyapti, xohlaganday o'ldiryapti, xorlayapti, quvg'in qilyapti. Yana quvg'in qilib xorlab bo'lgandan keyin aybni yana ana shularni o'ziga yuklab qo'yapti. 20 yil qamadi, quvg'in qildi. O'zbekiston o'zida. O boshqa yoqqa bormaylik, Suriyaga, boshqa yerga bormaylik. Mana shu yerda o'zidagi gapni gaplashaylik. 20 yil namoz o'qiganga ham, hijob o'raganga ham hammasiga qarshilik qildi. Maktablarda sazoyi qilib namoz o'qiganlarni yo'q, hijobli qizlarni qancha sarson qildi. Oddiy Qur'onni bir-biridan dars olib o'rganish orqasidan qo'yadigan jinoyatga aylandi. Shunaqa holatda shu ayblarni bugun aybdori kim desa, mana shularda o'zi shunaqa qilib odamlarga dinni yetkizaman deb shularni kasofatiga qamadi deb yana aybdor mazlum bo'lyapti-da qizig'i yeri. Haligi Krilovda bir masala bor edi-yu, haligi bo'ri qo'zichoqni ayblaydi-yu. O'tgan yil meni rosa so'kkan eding. Baraka topgur, o'zim men bu yil tug'ildim, o'tgan yil yo'q edim. Sen nima bo'pti yo'q bo'lsang, balkim akangdir, otangdir deb. Xuddi shunaqa zolimlarni ayblash qanaqa bo'ladi desa, gap haligi bechora qo'zichoqni tajangligi bo'lmayapti-da bu yerda. Ayb nimada? O'zi buni sababi nima? Qo'zichoq shu tajanglik qilgani uchun bo'ri yeyman deb qoldimi? Yo'q. Sababi bo'rini ochligi edi. Shuni tushuna olmayapmiz. Ayb qo'zichoqda deyapti. Shu bilan talashib tortishmay qo'ysa, shu boshini silab-silab, yaxshi qo'zichoq ekansa, barobar deb jo'natib yuborardi bo'ri deyapmiz-da. Ey ahmoq deydigan gapda u bo'rida bu, bo'riga bo'ri deb baho beringlar. Shu bo'rini jig'iga tega urib, oxiri shu qo'zichoqni yeb qo'ydi. O'zi yaxshi bo'ri edi. Juda bir insoflik edi bu. Ota bobosi insofli o'tgan bo'ri edi. Shu o'zingizlar jig'iga tegib qo'ydinglar bo'rini deyapti-da. Yana aybdor kim desa, haligi bechora yem bo'lgan qo'zichoq bo'lyapti. Shuning uchun sal tafakkur qilaylik endi. Haligi yolg'on kitoblarda yolg'ondan o'qib berib, adashtirib shu paytgacha olib keldi-yu, tafakkurdan uzoq qilib. Ha desa, sizlar tushunmaysizlar dinni deyapti. Allohning dinini sizlar tushunmaysizlar. Uni biz tushunamiz deyapti. To'rtta xoin tushunish kerak ekan. Ummat Alloh dinini tushunmash kerak ekan. Bu qaysi din bilmayman. Bizning dinimizda hamma odamga buyurilgan. O cho'lda tuyadan boshqani ko'rmagan bir arabni chaqirib kelib payg'ambar alayhisalom tushuntirgan. Arabiylar bor-ku, bugun sizlar ko'rayotgan mana shu madaniy odamlardaqa bo'lmagan. Arabiylarda ahvoli juda og'ir bo'lgan bugungi bizni ko'zimiz bilan qarasak. Bir arabiy kelib masjidga kirib o'tirdi. Payg'ambarimiz da'vat qilyapti, xutbada qistab ketdi. Shap tikka turib burchakka borib choptirib yubordi. Qo'pol qilib aytganda. Masjidning ichida, tashqari ko'cha devoriga chiqib emas, masjidning ichida bu yoqda payg'ambar o'tiribdi, bu yoqda sahobalar da'vat eshitib o'tiribdi.
Bu arobiy, bunga qizig'i yo'q. Bu qayerda qistab qolsa o'shanaqa qilib ketavergan odam. Payg'ambar alayhisalom masjidga kiruvdi, qum ekan, hamma poyabzali bilan o'tiribdi. U ham kirib o'tirib, gapni eshitdi. Bo'lmay qoluvdi, borib burchakka bo'shanib yubordi. Odamlarda jahli chiqdi. Deb turibdi, payg'ambar alayhisalom o'zinglar bosinglar dedi, to'xtanglar, tegmanglar dedi. Birodaringlarga dinni o'rgatinglar dedi. Hani o narsani ustiga suv sepib qo'yinglar olib kelib dedi. Bo'ldi. Tozalab qo'yishdi, suv sepib qo'yishdi, bo'ldi. Mana shu odamlarga ham dinni o'rgatganda, mana shu odamlar ham dinni tushunib, dinda yetakchi odamlarga aylandi o'sha. Masjid ichiga choptirib qo'yadiganlar. Bugun nima deyapti desa, yo'q, sizlar dinni tushunmaysizlar o'zi. Bu gaplarni sizlar tushuna olmaysizlar. Bu din o'zi farishtalardagi, u sal farishtaga yetib qolgan odamlar tushunadi, boshqalar tushunmaydi. Shuning uchun dinni biz tushunamiz. Biz nima desak, siz qiladigan indamay qilib ketasiz. Bu dinda u medbratlar gapirmaydi. U doktor nauglar gapirmaydi. U fiziklar gapirmaydi. U oshpazlar gapirmaydi. Dinda bizga o'xshagan diplomi bor xoinlar gapiradi. Va biz xoinlar nima desak, sizlar indamasdan taslim bo'lasizlar. Oyinglar peshananglarda chiqib ko'rinib tursa ham, ya oyingni yig'ishtirib prezident qaror qildi, ertaga namoz o'qiymiz desa, Alloh muborak qilgan hayit kunida roza tutib, ertasiga namoz o'qiymiz. Ey, sen muftiy bo'lsang, oy turibdi-yu, meni ko'zim bor-u, bu his qiladigan narsa-yu, bu aqliy mehnat emas-u, oy ko'rish degan his qiladigan narsa. Uni eshitadi hamda kallasini tepaga ko'tarsalar, oyni ko'rib qoladi. Faqat tili yo'q, oy chiqibdi-yu deb olmaydi haligi eshak. U his orqali bilinadigan ishlar bo'ladi. Mana shu stakan qattiqmi, yumshoqmi desamda ushab ko'rib qattiq deysiz-da. Men o'qimaganman, men diplomim yo'q, buni qattiq yumshoqligini aytib bera olmayman demaysizda. His qilinadigan ishlar bor, uni his qilib baho beriladi. Suv qanaqa desa ichasiz. Muzday suv ekan deysiz. Meni diplomim yo'q, men Al-Azharni bitira olmay oxirida ikkita kursda qolib ketganman, bu suvni qanaqaligini diplom olgandan keyin aytib beraman demaysiz. Shunaqa oy chiqib qolgan bo'lsa, qara osmonga deysiz, oyni ko'radi. Qaysi oy? Oti nima shuni? Shavvol, bundan avvalgi oy Ramazon edi. Mana shu peshanamda ko'rinib turib, yarqirab turganda oti Shavvol. Enay savol berasiz, Shavvol oyini birinchi kuni roza tutsa bo'ladimi desa, yo'q, bo'lmaydi. Payg'ambarimiz qaytarganlar Shavvol oyini bir kuni roza tutishdi. Ha, bo'pti, yechiladi mana. Shunaqa yechiladigan masala. Bizni aldayapti. Yo'q, buni muftiy biladi. Buni har bitta davlatda o'zini muftiy chiqib oyni qarab o'tirish kerak, kechga tirishib peshanasi osmonga ko'rgandan keyin tutish kerak. Qayda bor ekan shunaqa? Bitta odam ko'rsa aytadi, ikkita odam ko'rsa e'lon qiladi hammaga. Hammang och og'zingni. Bugun Shavvol deydi. Payg'ambarimiz shunaqa degan. Qaraylar, bizni ahmoq qilishlikni yangi yo'lini o'rganib olishdi. Ho'y deb gapirsang, ha deydi, bu qaydan biladi bu deydi bu. Dinni bilishlik uchun xoin bo'lib bitta xoinlar tuzib bergan o'shanaqangi universitetlarda o'qib, o'sha xoinlar tasdiqlaydigan diplomlar bilan keyin gapirishlikka haqli bo'lmaymizda. Shariatda siz o'zingiz ko'rib turgan narsa. O'zbekiston qanaqa davlat desa, islom davlati deyapti. Kecha endi islom davlati emas dedim deganiga men hayron bo'lyapman. Shu yerda mana ko'rganlar iloji bo'lsa, hali kesib tashab qo'yadiganlar bor o'sha. Islom davlati, men islom davlatligini isbotlayman degan gapini eshitgansizlar hammanglar. Shuni kesib qo'yib qo'yinglar hali. Kecha yo'q, men islom davlati demaganman, menga tuhmat qilyapti degan ikkov gapini yopishtirib qo'yinglar, baraka topganlar. O'zini ko'rib, o'zini gapiga ishonar, hech bo'lmasa biz gapimizga ishonmasa. Islom davlati deyapti-da. Ochchi konstitutsiyani desa, konstitutsiyasini ochsa, yo'q, islom davlati emas, suveren demokratik davlat yozib qo'yibdi konstitutsiyada. Kimga ishonaylik? Konstitutsiya yozgan, o'sha davlat ustida turib, shuni tatbiq qilayotganlarga ishonaylikmi? Yo, mana shu davlatning malaylaridan bittasiga ishonaylikmi? Ikkalasini holbuki gaplari teskari. Shu gapni narigilar eshitib qolsa, ertaga olib chiqib darralaydi. Biz davlatimiz islom davlati emas, biz huquqiy davlatimiz deydi. Demokratiyaga asoslanganmiz deydi. Bu yo'limizdan chekinmaymiz deydi. Shuning uchun haligi har bitta aqlli ko'rayotgan narsasiga to'g'ri baho berishni biladigan odamlar
hissiy narsalarga to'g'ri baho bera oladi. Agar to'g'ri fikrlasa. Endi ilmiy bahslar bor. Tepada aytdik-ku, manot degani nima? Illat degani nima? Manot degani hukmni o'rni. Agar iloji bo'lsa haligi tolibi ilmlar uchun yo'llanma degan darsligimiz bor 3 soatga yaqin. Shunda 3 soat manotni gapirganman. Agar manot haqida, hali kecha manot nima deb savol berdi-yu. Agar manot haqida bir kengroq bilimga ega bo'laman desanglar, dekabr oyida edi, vallohu alam dekabrda boshrog'ida, yo noyabrda oxirrog'ida, yo dekabrda boshrog'ida bir video chiqarganman 3 soatga yaqin. Tolibi ilmlarga usuliy qarashlar degan. O'sha yerda manot haqida gapirganman. Ya'ni manotga bir 50 ta misol keltirib berganman o'sha yerda. Shuni bir eshitib qo'ysanglar, manot nimaligini bilasizlar. Illatni hozir qisqaroq aytib berdim. Ya'ni mana shu ilmiy bahsga haqiqatda bir ilmiy jihatdan qiziqadigan odamlar uchun. Endi shu gapni olib turib kechagi haligi islom diyori manotmi illatmi degan savolni qo'ysanglar, endi bu bechoralar shu diplomni ham halollab olmagan ekan deb devarasizlarda. U mana usul ilmida usulni o'qigan har bitta odam bilish kerak bo'lgan ma'lumotlar. Kechadan beri 3 ta 4 ta shunaqa ilmli olim akalarimiz zvonok qilib, birodar, u sal ilmdan xabari bor deb o'tirar ekanmiz ana odamni. Manot bilan illatni kasha qilib deb hozirda bir Madinada bir qancha yildan beri o'sha yerda yurgan, o'qib yurgan olim akamiz bor. Boya o'sha zvon qilib, manot bilan illatni odamlarga aytib berib qo'ying, bu kasha qilib bu manot bilan illatni. Shunaqa ham savol bo'ladimi deb ta'sirlandilar-da. Shu savolni biror joyda aytsa uyat qiladi-yu, eshitib qolgan ozgina usul o'qigan olim bo'lsa, savol ham bo'ladi. Bu savol emas bu. To'g'ri islom manotmi illatmi degan savolni hech kim eshitmagan bo'lsa kerak, bu o'zi tushundimi bu savolni deyapti-da. Ya'ni tushunmagan odamga men rosa katta ilmiy gap gapirdim desa o'tiraverar ekanda. Shuning uchun hali his qilinadigan narsalarga his qilib javob beriladi. Endi ilmiy hozirgiga o'xshagan usuliy terminlar bo'lsa yozib qo'ygan, mana usul kitoblari bor. Hatto o'zbek tilida usul kitoblari bor. Ochib ko'ringlar. Manot nima, illat nima, ta'riflar yozib qo'yilgan. O'sha ta'riflar men aytganda aytilgan. Endi hali shar'iy hukm nima degan joyi bor. O'zi shar'iy hukmni ham nimaligini bilmas ekan. Chunki davlat boshqa, din boshqa. Siz men dindan gapirsam, siz davlatdan gapiryapsiz, deyapti. Hali islomda din bilan davlat boshqa emas. Demokratiyada din bilan davlat boshqa. Islomda davlat dinga asoslangan bo'ladi. Davlatning ishlarini din boshqaradi islomda. Ikkovi bitta narsa bo'ladi. Ya'ni payg'ambar alayhisolamning davlatlari din bilan yurgizilgan. Davlatlari bo'lgan. Davlatni boshqarganlar. Din bilan boshqarganlar. Buni hamma biladi. Bugungi kunda payg'ambarimizning davlati yo'q edi desa, odamlar hech bo'lmasa kinoni ko'rib qo'y deydi-da. Shu darajada bo'lib qolganda odamlar hamma biladi. Din boshqa, davlat boshqa deyapti. Bu kofircha gap qayerdan keldi desa, bu o'zi mo'mincha gap emas. Buni mo'min aytsa o'zi darralash kerak olib borib. Kufr gapni aytib qo'yding deb. Tavba qilguncha darralash kerak. Chunki din boshqa, davlat boshqa deyotgan gap kofirning gapi bu. Kofirlar kelib dinni hayotdan ajratishdi. Nimaga desa, o'zlarida shunaqa qildi. O'rta asrlarda dinini, ya'ni cherkovni, xristian dinini, islom dinini emas, o'zlarini davlatidan ajratib yubordi. Hali papalari boshqarardi avval. Endi voy papa sen dinni boshqar, davlatni boshqarma deb turib, bular cherkovni davlatdan ajratishdi. Keyin bizi yurtlarni bosib olgandan keyin bizi ham dinimizni davlatdan ajratishga chaqirdi. O'zlarini o'sha din davlatdan ajragan degan konstitutsiyalarni bizga ham singdirdi. Ungacha islomda din davlatdan ajramagan. Hamma xalifalar davlatni din bilan idora qilgan. Bitta narsa bo'lgan. Dinning ichida davlat, davlatning ichida din degan gaplar bo'lmagan. Men dindan gapirsam, siz davlatdan gapiryapsiz. Ikkita narsa qilib ko'rsatishyapti-yu, mana shu oddiy fiqhni tushunmasliklarini belgisi. Mayli o'qisin, o'rgansin, yana bahslarga chiqib pishadi, shunaqa din bilan davlatni bittaligini bilsin. Islomda ham o'zini hukmlari bor, davlatni boshqaradigan dinligini bilsin. Bizga hali sotsialistlar bergan tarbiyada tarbiyalanganda hali bizi madrasadagilar. U bizi madrasalar sotsializm davrida ochilgan madrasalar. U yerdagi ta'lim programmasi hali ham o'sha sotsialistik programmalar. Din davlatdan boshqa.
Sizlarda diniylar insoniyatni boshqara olmagani uchun sotsializm kelib odamlarni boshqargan. Din masjidda bo'ladi. Masjidda kelganlarga ma'ruza qilasan, bo'ldi. Undan boshqa yerda din bo'lmaydi. Allohning gapi masjidga o'tadi. Davlatga o'tmaydi deb tushuntirishgan. Shu gapni yoygan avval, hozir ham yoyishyapti. Hozir suroga o'tib ketganda bu gapni hech kim ishonmay qo'ygan. Yosh bolalarni olib kelsa ham, amaki ahmoq bo'lib qolibsiz-ku, qanaqa qilib payg'ambarimiz davlati bo'lgan-u, shar'iy hukmlar bo'lgan-u deydi. Deb turibdi-da hozir yosh bolalar. O'tmay qoldi-yu, yana o'tkazyapti-da. Davlatga kerak bo'lganda din xizmat qiladi. Paxta terish kerak bo'lsa, paxta terish ibodat, chiqmagan gunohkor bo'ladi deb chiqib da'vat qiladi. Odamlardan pul yig'ib olish kerak bo'lganda xizmat qiladi. Ramazoniyni oyini belgilab berishda prezident qaror chiqaradi. O'zi konstitutsiyada yozib qo'ygan. Diniy ishlarga davlat aralashmaydi, davlatni boshqaruviga din aralashmaydi deb qo'ygan. Lekin bular aralashaveradi, bularni aralashtirmaydi. Mana shu bo'tqa bo'lib ketgan, kasha bo'lib ketgan haligi e'tiqodini musulmonlarga din qilib ko'rsatishyapti. Holbuki odamlar uni ko'rib, siyqasi chiqib ketganligini bilib, o'le bundan ko'ra deydigan ahvolga borib qolgan bo'lsa ham